Men Toshtemurov Kamoliddin 2008-yil 31-yanvarda Farg'ona viloyati Farg'ona tumanida tavallud topdim. Hozirda Farg'ona tumani ixtisoslashgan maktabining 11-sinfda tahsil olib kelmoqdaman. Men Amerikaning nufuzli Wingate universitetiga $114,000 grant yutib oldim. Ushbu grantni yutishimda menga katta yordam bergan ustozlarim hamda ota-onamning duosi bunga sababchi bo'ldi. Ushbu grantni yutishimda men o'zimning shaxsiy ma'lumotlarim hamda erishgan yutuqlarimni topshirdim hamda ushbu grantning sohibi bo'ldim. Men kelajakda yurtimizga foydasi tegadigan yetuk kadr bo'lib yetishni oldimga niyat qilib qo'yganman. Nafaqat Amerika, balki yurtimizda yaratib berilayotgan keng imkoniyatlardan samarali va foydali foydalanib kelmoqdaman. Misol uchun, Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ta'sis etilgan Mard o'g'lon davlat mukofotining talabgorlaridan biri hisoblanaman. Hamda ushbu davlat mukofotini shu 2026-yilda qo'lga kiritmoqchiman. Bundan tashqari yurtimizda yaratib berilayotgan keng imkoniyatlardan samarali foydalanishga harakat qilib kelmoqdaman. Biz kabi yoshlarga shuni maslahat bera olamanki, ular o'z sohalarida yetuk va yagona kadr bo'lib yetishlarini hamda o'zlari qiziqqan sohaga bor dili bilan harakat qilishi hamda sertifikatlar, turli yutuqlarni qo'lga kiritishi va o'zlari uchun baza shakllantirishi muhim deb o'ylayman. Bilishimiz lozimki, biz olayotgan bugungi kundagi bilimlar hammasi o'zimizda qoladi. Buni hech kim tortib ola olmaydi va ushbu bilimlar kelajakda bizning asosiy yordamchimiz bo'lib xizmat qiladi.